Navbatdagi bemorimiz roppa-rost 6 oylik operatsiya bo'lgan. Shikoyat eshitish pastligi va quloqdan surunkali yiring oqishiga. Eng qiziqarlisi bemorimiz men oldin kelgan payt eshitmasdi, yaxshi eshitmasdi. Bugungi kunda eshishi 100% ga tiklanganda bemalol ayta olaman. Chunki audiogramma, ya'ni повторный tekshirib ko'rganimizda quloq pardasini idealni holati va audiogrammada 1-daraja bo'lgan. Bizning oldimizga kelgan payt 4-darajada eshitishlar. Quloq pardasi holati idealni, burchaklar saqlangan, qo'yilgan tog'ayimiz va uni tagida protez turibdi. Sizlar bilan eshish darajasini tekshirib ko'ramiz bemorimiz bilan. Tak, bu quloq yopasiz. Pichirlab gapirganimizda odatda bemorimiz 4 metrdagi masofada tovushlarni eshitish kerak, sog'lom odam. Men sizga savollar aytaman, son siz qaytarasiz qol. 15 14 12 6 8 Oradagi masofa 5 metrdan ham o'tib ketdi. Bemorimiz eshitishlari Alloh o'zi bilan idealni. Nima deymiz? Hammasi Alloh o'zi bilan va sabab chiqib qo'ygan bizni Allohga shukr. Tak, endi bugun bu ikkinchi quloqlarni qilamiz, xudo xolasa.